Ya hozirda ushab turadi bular oddaravaysa. Bunlar 5-chi marrani harakat qilaverasizlar polvonlar. Nonuga bering. Xo'sh gilam 200 ming so'mga harakat qilib topyorasizlar polvonlar. Hay! Hay! Otashqalcha gaz kerak. Oltinboy, Yusuflar yaxshi. Qani ko'taring polvon. Qani ko'tar polvon. Qani ko'tar polvon. Qani polvonlar harakat qilamiz polvonlar. Voy. Vur, o'g'ragan. O'qqa chiqdi mana. Aziz do'stlar, 4-chi marramizni pastiga Yunus akamizni Pepsi nomli otlari bilan Oybek polvon qat'iy tashladi. Qaytishga yuqori marramizni qaytishiga aziz do'stlar Abdumajid polvon Qo'qonish ko'prigidan Baxtish akamizni qarorlar yo'llari bilan tashlab kelyapti. Qani polvonlar ko'tarildi, qani mahkam bo'lasiz. Qani mahkam. Mana Chomota otamizga chiqdi. Elbekda otlar chiqdi. Qani oxiriga ko'ra mahkam bo'lasiz. Qani mahkam. Tomondan adashmang polvon. Tashadi. Xolos. Aziz do'stlar, navbatdagi marra solimlarini e'lon qilamiz. Oltinchi marra solimlari forasiz, pech, qaytasiz, qo'sh gilam. Aziz do'stlar, 5-chi marramizni yuqorisiga qo'sh gilam 200 ming so'm. Qirg'izistonlik mehmon polvonlarimiz Ruslan polvon. Qamchakamiz, Lashkar Qamchakamizni Herkules nomli otlar bilan tashlab kelyapti. Ruslan polvon Qirg'iziston muvaffaq. Mehmonlarimiz omon bo'lsin. Qirg'izistonlik mehmonlarimiz Ruslan polvon Qamchakamizni Herkules nomli otlar bilan tashlayapti. Qo'sh gilam 200 ming so'mga. Qani harakat qilamiz. Qani polvon harakat qilamiz. Pech bilan borasiz, qo'sh gilam bilan qaytasiz. Choping polvon. Abdug'offorda ketdi. 6-chi marramizni pastiga Abdug'offor polvonda ketdi.